Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda shunday Yunusobod 14-kvartal Samara to'yxonasidan kirib kelaverishimizdagi novostroykada 9 etajkali. Uyimiz mana shu 9 etajdan 7-etajda joylashgan, bir xona, 2 xona qilingan, 33 kvadrat metr, 55.500 deyishyapti. Ya'ni kelishtirib berishar ekan. Mana uyimiz ichiga ham kirib oldik. Kiraverishimizda shunda o'ng qo'lda bitta xonasi. Xonamiz bu yoq tarafdan ko'rinishi, mana kompaktni qilib mebellarni ham tayyor qilib qo'yishibdi. Xonadan chiqishimizda to'g'rida sanuzli, vanna, unitaz, hamma narsa tayyor. Bizlarning eshikdan to'g'ri kirib kelishimizda mana shunaqa o'tiradigan joylar qilib qo'yishgan ekan va kuxonniy mebel, kuxnyasi, kirmoshina, hamma narsasi qolar ekan bu yerda. O'ng qo'lda mana yana bitta sal kengroq xonamiz bor ekan. Bu yoqda lokatsiyani hisobiga $400 ga bemalol odam qo'yib qo'ysa bo'lar ekan bu yoqqa arendaga.